Mamston pomidorlarga 18-mart kuni ekilgan. Bularga taglaridan biroz ochib chiqildi. Rang kirishni boshlab qopti. Mana shu pomidorni bir marta ko'rsatgandim. 10 ta hosili borini sindirib yuboribdi o'zi ham. Bilmadim, endi sal to'g'rilab qo'ydim. Bo'lsa zo'r bo'lar ekan, lekin mamston ham bo'lganlari zo'r. Gulini ushlashga sal qiynalyapti. Tepa tomonlari shunaqa holatda. Qizarishni boshlabdi. Bu joyda ko'rdim. Shu rang kirishni boshlab qopti. Bularga shu bergan oziqamiz o'tgan safar 10-40 mi shundan bergandik. Shu bitta shu rang kirishni boshlab qopti. Hali bor edi, faqat menimcha shu issiqligini hisobiga tezlashib ketdi shekilli. Kuni bor edi, lekin hali